Marhamat, marhamat, o'zingizni uyingizdagidek his qiling. Shifa, meni bu ishlarni qilishga sen majbur qilding. Agar men bilan ketganingda bularni hech biri bo'lmasdi. Hech biri. Alo? Opa, qayerdasiz? Men shahar tashqarisidaman. Joyini ayting, qiziqib ketyapman. Shele tomondaman, Afro. U yerda nima qilyapsiz? Hammasini aytaman, xavotir olma, xo'pmi? Orqadan kelayotgan ovozlar-chi? To'yda yuribman, Afra, xabar beraman. Yaxshi, bo'pti, xo'p. Eshraf aka, sizni ham raqsga taklif qilamiz. Qani? Bir zeybek chalinglar. Hamma erkak qanday bo'lishini ko'rsin. Hurmatli mehmonlar, iltimos, raqs maydonini bo'shatinglar. Ko'rib turganingizdek bu yerda qidiradigan hech narsa yo'q. Hovuz bor, zal bor. U yerda eski buyumlar turadi. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Ular bizni nima uchun o'zlari bilan olib yuribdi? Bu yerda bir g'alati narsa bor. Ma'mur bey, sizlarga qoyil. Hammasini o'z qo'lingiz bilan qo'ygandek topyapsiz. Sizni bu yerga kim yubordi? Qonun bilan keldik bu yerga. Lekin bizga unday tuyulmadi, amirim. Sizda qandaydir hisob-kitob bor. Bu eshik qulflangan. Nega bu eshik yopiq? Oching shuni. U eshik qulflangan chunki kaliti yo'qolgan. Oching dedim. Aks holda sindiramiz. Ma'mur bey, ayolni eshitmadingizmi? Kaliti yo'q dedi. Qanday ochamiz? Sindir. Qani uka, olg'a. Sindirasan, eshikni emas, oyog'ingni sindirasan. Tekshiring. Tez. Iltimos, sekinroq. Bu yerda yo'q. Ma'mur bey, sizlar nimani qidiryapsiz? Aytavering, yordam beramiz, aks holda tonggacha davom etadi bu. Meni uyqum kelyapti. Yotmoqchi edim. Ey, ushlang uni, tezroq, ushlang. Uni ushlash shart emas, u shu yerda ishlaydi. Bu odam shu yerni xodimi axir. Gapirgonja. Tamommiz, uyimdagi dalillar bilan bizni yoqishadi. Endi nima qilamiz? Gurdal, o'sha odamlar haligacha shu yerda. Ular hali shu yerda. Ulardan ehtiyot bo'ling. Ular politsiyachi emas. Irmak, qoching, qutqaring o'zingizni. Qanaqasiga politsiyachi emas? Tizimga qaradim, prokuror bilan ham gaplashdim, ichki ishlar bilan tekshirtirdim. Ruxsat ham yo'q, sizlarga yo'naltirilgan guruh ham yo'q. Ular aniq soxta politsiyachi. O'chir telefonni.
Ey la'nat itlar ey. Yirmak. Ha? Hafiza onani olib ichkariga kir. Bu yer sal shovqin bo'ladi. Yalchin, qurolni olib kel. Aka, men ham boray. Ichkariga. Ona, yuring. Tush mashinadan, tush. Qimirlama. Oling shuni. Farruh aka nima bo'lyapti? Qimirlasang boshingga otaman. Qurolsiz odamni otgan politsiyachi ham bo'ladimi? Biz oddiy politsiyachi emasmiz. Kimsizlar o'zi? U yerda nima bo'lyapti? Kimdir yozuvlarni olib qochyapti. Mayli, olib qo'ying, qayting. Qo'y uni. Qurolni tashla. Farruh, ular politsiyachi emas, ular haqiqiy politsiyachi emas. Tushir qurolni. La'nati qarromilar, tashla dedim. Tushir dedim. Otaman. Tashla deyapman. Tashla Hozir dedim. otaman. Otaman. Tushir. Farruh, yaxshimisan? Hammangiz yaxshimisiz, ha? Jin ursin. Biz bu narsani qilishga majburmizmi, ha? Har safar shu narsa faqat bizni boshimizga tushishi kerakmi, ha? Bu la'natlar kim, ha? Bizni boshimizga qop kiydirmoqchi bo'layotgan kim bular? Bularni ko'mish kerak, tezlashing. Qo'lim oyog'im titrayapti, qasam ichaman, butun tanam titrayapti. Uyimizgacha kirib kelishdi. Kim endi bular kim? Kimdir shu Eshrefni topib kelsin, iltimos, kimdir topsin Eshrefni. Men bir telefon qilay. Sen yaranga qara. Tozalang bu yerni. Haromlar. Hammasini ko'minglar. Xo'p. Nima bo'ldi? Oldikmi? Ha, oldik. Sen yuborgan odamlaringni ham. Ular hech narsani eplay olmadi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Reja barbod bo'ldimi? Bo'lmadi. Menda reja tugamaydi. Hammasi navbat bilan.
Xo'p, Afra, rahmat. Tushunarli. Nima deyapti? Shilada ekan. U yerda nima qilishyapti ekan? To'yga borishgan emish. Qanaqa to'y? Go'rdal bilmayman, hamma narsani mendan Tavba so'rayverma. tavba, bilishing kerak-ku, axir sen professorsan-ku. Nega ketishgan ekan? Menimcha bilaman. 4 yil oldin u yerdan bir uy xo'jaligi sotib olgandik. Sen ham o'sha yerda, shundaymi? U ham yonida. Ha, shunaqa menimcha. Menga manzilni yozib ber. Aka, hojati yo'q. Qanaqasiga hojat yo'q, Irmak. Sen holatni tushunmayapsan. Xavf ostidamiz axir. Ular bizni uyimizga bostirib kirishdi. O'sha odamga qo'ng'iroq qildik, lekin javob berishmayapti. To'y-po'yga ketishgan, Shiladamish. Yonida bir qiz ham bor ekan. Voqealarni bilish kerak-ku odam. Shunday emasmi? Afsuski, Gurdal haq. Bu itlar Eshirifni yo'q qilishmoqchi. Bunga yo'l qo'ya olmaymiz. O'sha odam kimligi hammaga ma'lum. Bu tentak yolg'iz bormasin. Baribir boradi. Sen ham bor. Kerak emas, meni bu ishlaringizga aralashtirmang. Bo'ldi, endi yur. Bo'pti, sumkamni olay. Allohga omonatsiz. Rahmat. Bunchalik yaxshi o'ynashingni bilmasdim. Yaxshi o'ynashimni faqat sendan eshitdim. Endi quchoqlashamizmi? O'rgatasan deb umid qilaman. Ikkimiz ham afsuslanadigan ish qilmoqchi emasman. Ikkimiz ham raqsni yoqtirishimizni bilamiz. Seningcha men qanchalik afsus